Azizlar, hayvonlarga qarasam, bu ham bir baxtda. Nima deydi? Hayvonlarga bir mehr berish, tepmasdan, ozor bermasdan bo'ladi-yu. Haqiqatdan chin dildan mehr berish. Katta gapirish emas. Esdalik bo'lib qolsin deb olman shu videoni hozir. Qani bismillah. Qaranglar hozir. Mana buni suv qolmagan suvi. Qani bismillah. Mana suvni olib ham to'kib yuboramiz. Tak. To'ldirib. Qani bismillah. Qaranglar. Mana shunaqadan ikkita beramiz. Qani bismillah. Mashalloh deb qo'yinglar. Mashalloh deb qo'yinglar. Havas qilib. Tak. Suvni beramiz. To'ldirib. Qani. Ana. Bo'ldi. Qaranglar. Voy. Buni o'ziga yarasha gashti bor-da, bularga qarash. Bularga mehr berish. Qaramiz. Hop. Lekin suvni to'kib yuborish kerak emas. Ochig'i. Men ham ustozlardan endi o'rganyapman. Hop, ana. Ana yonidan chiqarib yuborish kerak. Zora, nima deylar? Ha, qushni qaranglar mana. Voy. Ko'rasizlar mana uni. Yaqinlashtirib ko'rsating buni. Voy. Mashalloh. Allohning yaratib qo'yganini qaranglar. Qancha shukr qilsak shuncha kam-da, to'g'risi. Ana bo'ladi, haqiqiy ishqibozchilari bo'ladi. Ana o'sha ishqibozchi eng yaqin tanishlarga jo'natib qo'ysaydi, Xudo xolisa, hamma xursand bo'ladi. Tan joninglar sog' bo'lsin, ishingizga rivoj, salomat bo'linglar.